Bugun 4-noyabr 2025-yil. Birinchi qor, hurmatli do'stlar, Samarqand shahrida mana qor ham boshlangan ekan. Ha. Abdurahmondan boshlaymiz. 3 xonali kvartiraga keldik. Mana bu eshikdan kirib kelamiz. Birinchi qurilgan yangi domlardan bo'ladi. Patologiya juda baland ekan. Gipsokarton qilingan bo'lishiga qaramasdan, bemalol 3 metrdan ziyod chiqadi deb o'ylayman. Xo'p, bir burchakka prixojin mebellarni qo'yib olamiz. Hol qismimiz bo'ladi. Koridor G shakliga bo'lgan ekan. Xonalar chap qo'lda joylashgan. Mana bu birinchi xonamiz. Aslida menimcha bu joy oshxona bo'lgan, chunki gaz, suv hammasi shu yerda joylashgan ekan. Hozirgi turishda oshxonamiz Gulxoy bitta xonachaga joylashgan. Buni joyiga qaytarsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni o'zingiz bilasizlar. Xo'p, barcha derazalarimiz akvaplast, 2 qavatli oyna. Pollar hammasi laminat qilingan, eshiklari MDFdan turibdi, yaxshi holatda. Ikkinchi xonamiz, buni yotoqxona qilib ishlatsak maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Mana bu tarafda devor qismimiz. Narigi ko'rinayotgan domdan keyin katta ko'cha joylashgan. Mikrorayon arka ko'chasi joylashgan. Juda tinch joy, maktab, bog'cha orqa tarafda joylashgan. Bemalol katta ko'chaga chiqmasdan bolalarimiz borib kelsa bo'ladi. 3-xonamiz eng kattasi, buni zal qilib ishlatsak maqsadga muvofiq. Xo'p, 3 ta xonani ko'rdik. Kvartiramiz umumiy maydoni 85 kvadrat. Narxi juda a'lo darajada. Oxiriga aytib o'taman. Xo'p, oxirgi xonamiz oshxonamiz mana shu yerda joylashibdi. Ulug'oy boyagi oshxona haqida gapirdim. Mana shuni joyiga qaytarsak, buni detskiy qilib ishlatsak zo'r bo'ladi. Chunki hidlar baribir tashqariga chiqib ketsa maqsadga muvofiq. Xo'p, sanuzlarimiz alohida to'liq kafel qilingan. Hojatxonamizning tepasida 500 litrlik bak turibdi. Har ehtimolga qarshi bu hududda suvimiz 24 soat, lekin avariyli holatlar yoki ta'mir ishlari bo'lib qolsa, sizda 3 kun bemalol suvingiz bo'ladi. Xo'p. 5 qavatlik yangi domlar birinchi qurilgan novostroykalardan hisoblanadi. 6-qavatimizda mansarda joylashgan. Kvartiramiz o'rtada, serezina deydi. Prolyotda 2 ta xonadon mavjud. Pishirishdan qilingan domimiz 3 xonalik 85 kvadrat. Narxini 63 ming deyaptilar. Ipotekaga ham bo'lar ekan. Qiziqqanlar tezda aloqa chiqamiz.